Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Atla o'ynaqlab, kalaskini yenik tavritib mangmoqda. Chaqla ostidagi qorliq yo'l yenik, ritmli g'achildaydi. Har qitim harva silkinganda qizning cheki chochlari Nurining yuzini yeni hidiqlaydi. Qiz uningga chaplashib degidek o'ltirib olgan. Uning bir qo'li Nurining yanchuqida. Yanchuqda bir jip qo'l, biri qo'pol, yo'g'on, yana biri nozik, yumshoq qo'llar so'zlashmoqda, sirdashmoqda. Qiz qo'li yigit qo'lini ching siqib, "Men mushunda qo'llarga taqalsa, mushunda qo'llar mening nozik ballarimni tutsa, avrishim dumbilarimni siypsa" deydi. Yigit qo'li ching tut. Miltiq tutib, qor tatilab necha yil o'tkazdim. Men marohatga, huzur halovatga xushtor demakda. Qo'llar hissiyotning vakili. Qo'llari unutuvsiz so'zlaydi. Egillarining maqsadlarini uqtira oladi. Qiz hayajon bilan yigitning barmoqlarini ching qisdi va "Qo'limni ching tuting, isitib qo'ying" dedi. "Qo'llaringiz o'tqo, o'tni sovutish qilib bo'ladi. Isitish qo'limdan kelmaydi." "Yo'q demang, isitib qo'ying." Yigit uning to'lma nozik, yumshoq va avrishim barmoqlarini o'ynadi. "Ömrüngizde siz tutib baqqan eng qattiq narsa nima?" "Qalam, sizchi?" "Men tutib baqqan eng yumshoq narsa qalam." "Qattiqchi?" "Eng yaqin do'stimning jasadi." "Shuning uchun yurgingiz qaytib ketgan ekan-da?" "Shundoq. Siz hayotingizda nobud qilgan narsa gulgiya yoki yipak raxt bo'lsa kerak-a?" "Topdingiz. Men biror tirik narsani, hatto pasha chivinlarni o'ldirishdan qo'rqaman." "Men ta'tircha odam o'ldirishni orzu qilaman. Hatto xunxumor tutadi." "Qisos uchunmi?" "Yolg'iz qisosla emas, bu bir kasbiy kasalga aylandi." "Az qoldi. Kasb almashtira olaysiz. Mening dadam qizining baxti uchun hammaga tayyor. Hatto birining oyog'iga yiqilishga tayyor. Nuri, mening baxtimni o'ylab qo'yishingizni umid qilaman. Hammani gap bilan tushuntirish hojatmi? Men sizni mendek bir hissiyotchan qizni tushunib bo'ldi deb o'ylayman." "Hissiyotingizni tushundim. Lekin hissiyot bir odamga hamisha vakillik qilavermaydi. Ikkimizning o'rtasida farq to'lim uchun. Siz nozik hissiyot bilan hammani asrayman deysiz. Lekin men qotillik qurolimni hammadan afzal bilaman. Men sizni qandoqmi baxtli qila olayman?" "Yo'q. Men hammaga moslasha olayman. Hammaga chida olayman. Kayningizdan sestra bo'lib minishga tayyorman. Shafqat hamshirasi bo'lib sizlar bilan birga minishga tayyorlanib qo'ydim." "Unda qilma. Dadingiz sizga to'lim amroq ekan. U odam azoblanmasin." "Yo'q, men hammadan kecha olayman. Siz uchun butun rohat farog'at, ota-onam, hatto go'zal istiqbolimdan kechishga tayyorman." Qiz tortdi, yig'ladi. Oppoq palay kiygan so'l qo'li bilan ko'z yoshlarini surtdi. Kalaska Harambog' mahallasidagi partizanlar tushkiga yaqinlashgan edi. Nuri boy qizini yeni quchoqlab bag'riga bosdi va kalaskadan sakrab tushib, "Rahmat Zaytuna, yana ko'rishamiz" dedi. "At ko'rishaylik, bizninkida." "Yo'q, hozircha va'da bera olmayman." Biliqut xazinasi. Nuri oldirab ochiq darvoza qarab mandi. "Xayr xo'sh." O'g'ilja shodliqdan kirpik qoqmadi. Hamma odamning ko'chaga chiqqisi shahar bizning, bu bizning shahrimiz deb varqirg'isi keladi. Zulmdan qutulish cheksiz xushalliq. Endi bu shahardan surlik saqchilar, qapqi yomon askarlar, qarabli qo'ysa odamga tukiradigan takabbur, sabra amaldorlar.
Yanbaşları aça, yaqinlari tik ko'nglaklarni kiyib, samspaz va oshxonlarining oldidan burnini tutib o'tadigan hakavuri tataylar yo'qolgan. Kishilari o'tishga aylanadigan Gomindang armiyasining qo'mondonlik shtabining yo'g'on darvozasi hang'irqay ochiq. U yerga partizanlar o'rinlashgan. Qalin juva piymalani, har xil quloqchilarni kiyishgan partizanlar bu darvozadan bahramon kirib chiqib turadi. Vaqtliq hukumatning raisi Elixon To'ram kishilarga tonush, qangaltir o'gizalik, xish bilan yasalgan bir qavatlik uyning yo'ruq, gilamla, kristolar bilan bezalgan xonasida uzilmay kirib chiqib turgan har soha odamlari bilan to'xtamay so'zlashmoqda. U har bir so'zida "Belib qo'ying. Bir tal o'qni 3 oltin tiyinga setib oldik. Bir tal miltiq, bir otqa to'xtadi. Buningdan keyin ham setib olamiz" degan so'zni qo'shib qo'yadi. Uning so'zini anglag'uchilar bu askartishdan buningdan keyin texim zo'r qurbon beramiz. Gomindangning zulmidan qutulish uchun jon, mol dunyo va shaxsiyga taalluq bo'lgan go'zal orzu armonlarimizdan voz kechishimiz kerak degan ma'noni tushunadi. Xushxuy umidvor g'ulji xalqi voz kechish degan so'zni anglasa yerga qaraydigan. Vaqt deydigan nomardlarga to'limi ish. Urush mezgilida vijildab etilayotgan o'qlarga qarshi o'milab minib, kichkina chana harvalarni so'rishib, fidoilarga qazonlarda polo, nerin, go'sht va qo'rdoqlarni to'shiganmi. Yosh jinini olqiniga elib, oldingi sapda yiqilgan fidoini mursiga ortib, qarmuz atlab o'milab minib, ko'krigiga o'q tekkanda yardarni chin quchoqlab, kulib yetib jon berganmi. O'zining eng yaxshi etini, yolg'iz o'g'lini, eng chong boyliqi bo'lgan bir tal oltin zirisini, uyidagi non, surgo'sh va seriq may, hatto so'k teriqlarini oldingi sapga to'shiganmi. Qo'ru qo'y, uyur ot yilqa, pada kala va kumzak oltin kumushlarini qurol setib olishga taqdim qilganmi mushu g'ulji xalqi. Harambag'h, Liangshan, aerodrom so'qishlarida har kuni har bir mahallada 10-20 lab qurbonlarning namozlari tushirilib turadi. Oq pota bog'lamagan ota, oq yog'liq tangmagan onalar qolmadi. Lekin ular o'g'illar bilan faxrlandi. Şehit bo'lgan balalarga chin qalbidan rahmat aytib, G'ulji shahrining ozodlik uchun yana qo'lida barining hammasini taqdim qilishdi. Qo'lidan kelganligi ishni qilishdi. Mana shu qurbonlar badaliga bugungi xushallik paydo bo'ldi. Qahraton so'g'uq qo'limoqda, lekin odamlarning qalbida bahor havosi puraq chashmoqda. Go'yo bu zamin qaytadan yaralgan. Bu yerning osmonimi, g'uva oy yulduzlari yep-yangi. Go'yo bu shaharda insoniyatning taqdirini o'zgartiradigan bir ulug' odam yo'ruq dunyoga ko'z ochgan. Go'yo bu shaharda amdi qora bulut, bo'ron judun mangulik yo'qolgan. Go'yo bu yerda bugundan boshlab dard, alam, zulm va xo'rliq, qonliq ko'z yoshlar mangu ko'rilmaydi. Lekin Ahmad unda o'ylamaydi. U hammani ko'rdi, angladi. U Ozod Sharq Turkiston gazetining bir xodimi sifatida oilalik degan taxallusi bilan muhim masalalar to'g'risida maqolalarni yozdi. U bayala Elixon To'ramning so'zlarini angladi. Musulmonlarning yangi bir davlati paydo bo'ldi, dedi To'ram g'oliblari xos g'urur bilan hukm qilib. Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati. Lekin boshqalar yana boshqacha gaplarni qilishdi. Bu yerda endi sotsialistik jumhuriyat quriladi, tashqi Mong'oliyadek. Yo'q, bu yerda demokratik jumhuriyat quriladi, Yevropa davlatlaridek yoki Turkiyadek. Bu yer sotsialistik o'lka bo'ladi, Jungoning o'lkasi. Biz yana bilan o'xshash yo'l tutamiz. Qanday hukumat bo'lsa bo'lmamdi. Gomindang bo'lmasalar, xalq ezilmasalar bo'ldi-ku. Biz degan partizanlarning ishi butun Shinjongdan Gomindangni haydab chiqarish, qanday hukumat qurish kerak degan ishni o'ylaganimiz yo'q bizning. Davlatni kambag'allar so'rish kerak. Nemishqa deganda jangni shular qildi, shular o'ldi.
Shular şehit bo'ldi. Ular bo'lmasa, qalbi nereden keladi? Kambag'al deganing o'yini boshqara olmaydi. Hukumatni nereden boshqursin? Har kim har nima deydi. Hamma odam amda nima bo'ladi, qanday hukumat quriladi degan birlashishni o'ylamoqda. İnqilab qo'zg'ashga atlanganlar o'zlariga tegadigan huquq mansab qo'yadi. Baylar hajlagan puliga tushliq foyda tepishni, dindarlar dinning kuchidan ko'proq foydalanishni, siyosatchilar o'zlarining va quriladigan hukumatning siyosiy istiqboli va o'z aqidasining ustunligini, fuqarolar bo'lsa seliqi oz, hatto yo'q jabr zulm solmaydigan hukumatning qurilishini, yoshlar bo'lsa o'z istiqbollariga ko'nadigan hukumatning bo'lishini orzu qiladi. Ahmad gazetxon hovlisining qorlarini tozalab etibmi? Kechalari kitob o'qib, maqola yozib etibmi? Hatto soy bo'yidagi kichik dadasining uyiga yarim kechada ketib etibmi? Xalqdan olgan inkoslarni o'zining o'ylaganlari bilan birlashtirib, quriladigan hukumat to'g'risida boshqa turmoqda. U hammani angladi, o'yladi va o'zining o'ylaganlarini biri tugishkashga tugibmi bo'ldi. U o'ylaganlarini vaqtliq hukumatga qandoq bildirishning yo'llarini izladi. Vaqtliq hukumatda uning taniydig'ini gazetxonning boshlig'i Habib Yunus ismli osh kishi. Kasallik azoblab tursimi, u yanada tirishib ishlamoqda. Shinsay davridan boshlab gazetxona boshliq bo'lib ishlab kelgan bu bilimlik, qobiliyatli va tirishchan odam vaqtliq hukumatning muhim ishlarida Elixon to'riga ta'sir ko'rsata oladi. Ahmad yerim kechada oq seriq, ko'k ko'z, kamso'z boshliqning ishxonasiga kirdi. U Jukov bilan Konev marshallarining Berlinga hujum qilish plani to'g'risidagi bir muhim xabarni tarjima qilib akirgan edi. Habib Yunus o'rindan aralla turib Ahmadni "Keling, Qosimov" dedi. Ahmad kulib turib xushxo'ylik bilan "Men Qosimi deganim yaxshimikin deb o'ylayman" dedi. Habib Yunus bu sazguri yigitga havas bilan tikilib qarab, "Yaxshi o'ylabsiz Ahmadjon Qosimi" dedi va holsiz qo'llari bilan uning qo'llarini siqdi. "Men sizni Elixon to'ramga tanishtirdim. To'ram sizni hukumatning bosh kotibi Abdurup Mahsumning yerida kotiblik qilishga taklif qildi. Atganlikka o'zim boshlab boray. Mening gazetxonda katkim yo'q. Bu yer xalq bilan so'zlashishga aplik" dedi Ahmad. "U yer texim aplik Qosimi. Hukumatimiz bilimlik, ilg'or fikrlik ziyolilarga to'liq muhtoj. Bir cho'ng, muhim aqida bilan xalqni yetaklaydigan chog' keldi. Jangchilar partizan, hukumatmi partizan. Amdi muntazamlashgan askar hukumat bo'lmasa bo'lmaydi. Xalqning orzusi bilan reallik o'tirsidagi orliq bakmi yiroqlashib ketib boradi. Emgakchi xalqning tut manfaatiga vakillik qila oladigan hukumat, armiya qurib chiqish hozirgi eng muhim ish. Xilma-xil fikrlar bor. Ularni birlashtirib, ko'pchilik asosan qabul qila oladigan bir programma tuzib chiqish kerak. Oson qabul qila oladigan dedingizmi? Bu gapingiz nihoyat o'rinli gap Qosimi. Ular hukumat, xalq, armiya masalalaridan uzoq paranglashib, shu ishxonada qo'nib qolishdi. İnqilab qalbisi G'ani Baturning shuhratini tezlik ko'tarib o'tdi. Uning baturlik to'g'risida rivoyatlar paydo bo'ldi. O o'tmaydik. Kechda chapinni solsa, o'qlar to'qildab tushgedek. Oli etini chaptirib mansa, dushmanlarning ko'ziga o't bo'lib ko'ringedek. Uning cho'qing'ichilari bilan agashkuchilari uni inqilob qalbisining hal qilg'uchi odami hisoblab, uni eng oliy shaxs deb bilishdi. Uningga birlari mol dunyo, birlari uy-joy, yana birlari qiz-jo'kanlarni taqdim qilishdi. G'ani Baturning maxsus muhofizatchilari, sozchilari va qiziqchi chaqchaqchilari paydo bo'ldi. Ular g'albidan keyingi bu kunlarni o'yin kulka, ayshu ishrat va madiya maqtashlar bilan o'tkazmoqda edi. Mana fevral oyi texmi qattiq sovuq bilan boshlandi. Qo'lni yangdan chiqarg'ili bo'lmaydi. Tabiat jonliqlarni qattiq sinoqdan o'tkazmoqda. Nomratlarning uylarida yanil bo'ron uchib turmoqda. Ko'chalarda yanila langmishtlar saklashib, g'ingshib yurishmoqda.
Oshxonalarning oldinlarida jo'l-jo'l kiyimlik, paskini qasmoq odamlar maydonlarni o'tqa qoqlab, qo'tur kuchuklar bilan o'rin so'ngak talishib yurishmoqda. Ular g'albi shodligi, hokimiyat, davlat deganlarni o'ylabmi qo'ymaydi. Ularning as xiyoli non, harorat va jon g'imida. Dehqonlarning chanallariga 1-2 tog'or ochliq qachilab, necha 10 kilometrlik katang qarmuzuq yo'lni besib, ochliqdan eg'ir g'am bilan shaharga kirishgan. Ularga lozimi ochliqning choy, tuzning bahosi, oladigani mata shati var. Pit bozoridagi ko'ni yolg'on kiyimlar, yeydigani qattiq non bilan qaynoq suv. Ularning hayotida zodila o'zgarish bo'lmadi. Ularga na hokimiyat, na askar, na siyosatning lozimi yo'q. Ularning ochliqi obdan pulga yarasa, lozimliklarining bahosi tushsa, uyga obdan bozorlik bilan qaytib, balalarini xush qilib olsa, baxt degan mana shu. Seliqlar bo'lmasalar, targan ochliqiga o'zi ega bo'la olasalar, sapan tutib, xamon elib, o'stan eriq chepib, naqsini aytib xushalliq, bayram deganmi mana shu. Anglavatqaninglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Inson nimani tama qilmaydi? Tamaxo'rlar qurbon berishga doim tayyor. Mana buni Aydın mahallasidan beyi 3 kun qatirab yurib, oxir G'ani Boturni uyiga mehmonga kelishga ma'qul degizaradi. Uning kang ho'ylasi otlar bilan to'ldi. Yasadaq pokiz uyidagi gelam payandozlar ustida qor yo'qi o'tib, piymalarning izlari paydo bo'ldi. Mehmonlar mashrab pardasiga yektiz o'ltirmasdan putlarini sunib, yonpashlab yetishib, ochiq muxurkillarining kullarini gelamga, islarini pokiz uyning to'rus tamlariga xolig'ini qiqib, pudab, bu oilaning tarixida ko'rilmagan yangiliklarni paydo qildi. Ular yedi, ishdi, soz chaldi, naqsha etdi. Oxirida G'ani Boturlar birla asnavidi, boy bilan Botur o'ttirisida chepib yurgan gavdilik, ko'zlari bo'rtib chiqqan boyvachcha Soyibxonga qarab, xo'sh, avaqi bir yagi bode, duo qilamizmi?" dedi. "Amsa", dedi Soyibxonning elchisi mahalla imomi duduqlab. "Arlarning ari, Xudoning shiri, xalq qahramoni G'ani Boturimizni boy janoblari kuyo'g'il qilib xizmatida bo'lsam deydi ekan. Boturning bolasini tavarrut navr qilib beqib, cho'ng qilsam degan orzu bilan qizi Ruxsorgulni Boturning nikohiga taqdim qilmoqchi ekan. Nikoh o'qib qo'yishimga ruxsat bo'larmikin deb edim." "O'qo", dedi imom yostiq taynib sunaylib yotgan G'ani Botur taqir beshini yo'g'on qo'llari bilan siypab qo'yib. "Qiz necha yosh?" 16 dan 17 ga mangdi. "Chiroyliqmi?" dedi G'anining yenidagi boyvachcha chaqchaq qilgan bo'lib. "Qo'tur qo'zini aziz mehmonga so'yg'ili bo'lmaydi. Sat qizni Boturimizga sung'ili bo'lmaydi. Qiz Xudoyim buyurs jannatning hur parilaridan." "Yaktizay, nikoh o'qiladi." Imom azmlik bilan nikoh o'qib, oxirida qiz elchisidan "Qizingiz Ruxsorgulni xalq qahramoni G'ani Boturga xotunlikqa berdingizmi?" deb so'radi. Qizning vaqtliq otasi bo'lgan elchi xushomat bilan "Bermam degan, berdim", dedi. Imom G'ani Boturdan "Ruxsorgulni o'z amringizga oldingizmi?" deb so'radi. G'ani Botur darholla "Oldi", dedi. Bu uning mushi bir haftadan beri 4-qitim oldim deyishi edi. Kuyovg'il maxsus hujraga ko'chirildi. Mehmonlar muboraklashib tarqaldi. Qizning yangisi nozuk, sutdek oq, qosh ko'zi qop-qora, to'kilib turadigan go'zal qizni hujraga akkirdi va qizga "Boturning xizmatini yaxshi qil, bolam", deb peshonasiga suyib qo'yib chiqib ketdi. G'ani putlarini sundi. Qiz titrab turgan qo'llari bilan G'anining yo'g'on putlaridan o'tkini tortdi.
Batur putini qotirib olgan edi. Qizning kuchi yetmadi. Qiz qo'rqib ixtiyorsiz buquldab yig'ladi. Hech nimadan ishim yo'qli yig'laysan-ku. Dedi Batur olqini bilan qizning nozik inkini tutib. Kela, ko'nglimni soldir. Mana bu inqilob qalbisining sharobati, tartgan japolarimning mevasi. Dedi G'ani yarim soatdan keyin oppoq ko'rpida behush yotgan yalang'och qizning qop-qora uzun chochlarini tutib. Inqilob bu bechariga azob ep keldi. Muxtarbay Ahmadni hamma yerdan izladi, lekin topolmadi. Oxir u Ziyovuddinning ko'kchiligi mahallasidagi Abdumardan qolgan uyi keldi. Bu mahallaga Sovet ittifoqidan qochib kelgan tunganlar ko'proq o'rinlashgan. Ular o'zlarini Bayyanxo'ning askarlari deb atashadi. Ularning mahallasidami g'albi shatliqi bo'lg'achqa yarim kechadami chiroqlar o'chmagan edi. Ha, buni tunganlarni tunigan o'xshamamdi. Dedi Muxtarbay o'z-o'ziga. Muzatdan oqsuv qechib o'tkicha hamma tungan biz haqtillagan. Men ot boqar bo'lmagan bo'lsam etib etadi oshma deganlar. Jangni biz qolsak, bularni xush bo'lib ketganni. Haras, Ahmad meni millat ayrima, yurt ayrima demagan edi. Avval inson, ondan millat. Bu nima degani ekan tong? Shuni pasha qilib saylasa, ham ish tuzilib ketadi. Mutaoli xalqitimga, ekin ba xo'jamga aytmasam bo'lmadi. Lekin Ziyovuddinning uyida shatliq o'rniga yig'izlar bo'lmoqda. Kichkina Hamid nim bo'ldikin to'xtamay yig'lamoqda. 6 oylik buvaqning yig'isiga agishib, Parixa onasi bilan hadisini yotlab, Ziyovuddin kuyimchan oq ko'ngil o'g'li Daroni seg'inib, Dara bilan kichkina qiz qerindishini seg'inib yig'lashmoqda. Ularga Ziyovuddinning xotini bilan ikki o'gay qizimi qo'shilib yig'lashmoqda edi. Muxtarbay darvozani qoqdi, lekin hech kim ochmadi. U qattiq varqaradi, hech kim anglamadi. U oxiri etini qo'ruq tomning yeniga akilib, egarni dastlab o'gziga yamashdi. Ot minib ketdi-da, u putlarini sangiltib, o'gzining lim yoqashlarining uchiga esilib pulanglab qoldi. U teximi qattiq varqaradi. Yerga tushsa puti sunadi. O'gziga chiqishga uning chami yetmaydi. Soğuq candan o'tadi. Qo'llarining eg'iri badanni ko'tirgidek kuchi yo'q. "Hoy, Ziyad, o'ldingmi? Texayachi o'gziga yamish beramsan ha? Nimanda o'ngshalmaydigan qo'y bu." Ziyovuddin darvozni echibla sangilab turgan Muxtarabayni jimladi. Ular uyga kirganda Hamid bilan Parixa texich yig'lashib o'tadi. "Bu oy bu kunlardimi yig'lamdigan?" dedi Muxtarbay Parixaga sinchilab qarab chiqib. "Ha, bu qiz Osiyadan nurg'un chiroyliqqina. Ha, nuri yo'q. Hammalarning ko'ngli buzilib turamdi nima?" "Shu", dedi Ziyovuddin hasrat bilan o'q tortdi. "Hamma uyda kulka, bizning uyda yig'iza." Parixa qizim onasining tutgan qochquchilarini o'z qo'li bilan o'stirgan gullarini purab, o'zini tutolmay yig'lab ketdi. Demisam o yaxshi kunlarda yaqinlaring burningga puraydi ekan. Ko'ngling kinaydi ekan, chidamaydi ekansan. Menmo Ahmadni izlab topolmadim. Turmada sirdishib uningga o'ginib qopti ekanman. Yaqin odimim shu. Yana birisan. Mana seni kinab keldim. Qani, birdan sirdishayli. Nuri hozir nada? Nuri bu chaqda qo'mondonlik shtabdan partizanlar bilan belli edi. Ular to'qim, parcha kegizlarni selinch qilib, taxtayliq uylarida eg'inab yetishadi. Uy is bilan to'lgan. Harg'in gavdalar necha kunlab uyqu ko'rmagan. Qarmuzni quchoqlab, qo'lidagi batlaklik miltiqni bag'riga besib, butun diqqati bilan dushmanlarining o't to'shqilarini ko'zlab yetishgan. Charchamas yigitlar bas-bas bilan xo'rak tartishmoqda edi. Nuri shularning orasidan egarni beshib qo'yib, to'qimini ostiga silib, kelgusida bo'ladigan japoniq janglar to'g'risida xiyol surib, asta-asta mugdimaydi. Bu uning shodligi, g'albi xushonligi edi.
G'o'lji shahri ozod bo'lganda Nuriga o'xshash kelgusi janglarga o'zini atagan partizanlarning soni 29650 dan oshdi. Ularning qiyni qizigan. Ular sharqqa qarab ilgirlashni, jang shixolarda g'albilik jang qilib Urumchiga, janubda Aqsu, Qashqar, Xotanlargacha jang qilib berishni orzu qiladi. Ular ashu ulug' ish uchun uxlamoqda. Kelgusida bo'ladigan qonliq janglar uchun o'zlarining badani, ruhi va aziz jinini taqdim qilish uchun uxlamoqda. G'o'lji ko'chalarida agiz so'lami eqib tugidi. Qirlarda bahorning tunji maysillari ko'z ochdi. Sharqdan salkin shamol kelib, qishdan beri g'arq uyquda yotgan dal daraxtlarni g'idiqlab uyg'itib, yangi hayot lazzatiga undadi. Oxirgi qarmo yomg'ir aralash yig'ib, bahor haroratining taftini ko'rsatdi. Yopirmoqsiz daraxtlarning avrishim shoxlarida bahor elchisi qora xo'jalar churuqlashdi. Kaptarlar bo'quldashdi. Paxtaklarmi ularga agashdi. G'o'lji ko'chalariga bahor hidi oqdi. Vaqtli hukumat qo'mondonlik shtabining o'rniga joylashgan edi. 1871-yili Chorrosiya G'o'lji shahrini besib olib, general Kolpakovskiyni G'o'ljining gubernatori qilib belgilaganda paydo bo'lgan bu büyük daraxtlik bog' sharq tarafda Sovet konsulxonasiga yondosh. G'arbda bo'lsa aerodromga ketadigan, soy suyini bo'ylab mangadigan cho'ng yo'lga chegara. Bog'ning shimolida Musagongdan boshlangan Ili Vangong tayjilarining qabristonligi oltinliq deyiladigan do'nglik. Bu do'nglik haram bog' bilan tutishadi. Vaqtli hukumat o'ylasi partizanlar bilan to'lgan. Bu partizanlar o'z boshliqlarining nomi bilan Fatih to'pi, G'ani to'pi, Isoqbek askarlari, G'o'lji fidoilari, Qo'rg'as partizanlari degandek nomlarda ataladi. Ularga harbiy mashq, qurol mashqi bo'lib turadi. Lekin ular muntazam askar bo'lmag'achqa G'o'lji shahrida doim degidek ular qatnashgan voqealar yuz beradi. Vaqtli hukumatning harbiy ishlar komiteti ularni umumiy jihatdan boshqargani bilan konkret tuzum belgilamalar tex tuzilmagan edi. Hukumatning birinchi ishi mush askarlarni muntazamlashtirish edi. Bu ishga tajribalik rus ofitserlaridan Palinov, Majarov, Liskilla, tajribalik harbiy boshliqlaridan Isoqbek, Martov, Yarovga o'xshash kishilar mas'ul qilindi. Ular tarbiya ko'rmagan dehqon, chorvachi, shahar aholilarining yoshlarini ezod, rota, batalyon qilib tashkillab, ularga Sovet ofitserlari va ancha-muncha tarbiyalangan yerliklarni mas'ul qilib, asosiy harbiy bilimlar bo'yicha mashq qilib bormoqda edi. Shuning uchun bu cho'ng bog', haram bog', aerodrom va bahor bilan yalang'ochlangan etiz, bog'larda komandirlarning ovozi, jangchilarning gup-gup qilgan oyoq tevishlari to'xtamay anglanib turadi. Isoqbek askarlarning tarbiyalanishiga alohida ko'ngil bo'ladi. U gimnastorka sirtidan tasma poti bilan belini ching bog'lab olib, o'tib kiygan putlarini chabdas besib, yangi askarlarning kiyinish, menish, o'malash, miltiq tutishga o'xshash eng tuvan askariy qoidalarini astoydil ko'zdan kechiradi. Elixon To'ram vaqtli hukumatning bu raisimi askarlarning namoz o'qishi, askar imom muazzinlarning diniy savodlarini doim tekshirib turadi. Qo'lingda ikki qurol bor. Biri iymon, biri miltiq. Miltiq bilan dushmanni o'ldirsan, iymon jiningni saqlaydi. Isoqbek aprelning 3-kuni atdiganda ko'k sirlangan reshatkalar qurishab turgan taxtayliq pallampay bilan ko'tarilib Elixon To'ramning ishxonasiga kirdi. U zalda Ahmadjon Qosim bilan uchrashdi. To'ram xafa, dedi Ahmadjon beledagi potisiga bir qo'li bilan taynib turib. Bugun chechirib qopdi-ku. Nimaga? Rais manu yo'l yo'riq o'ris konsulida. Ularsiz hech bitmaydi. Yilni yip o'tkazishga yo'l yo'riq olamiz. Biz hukumatni qo'rchoqdaydi. dedi.
Hali yo'lliq, cho'ng ishlarda maslahat olsak, kundalik ishlarni o'zimiz qilsak muvofiq bo'ladi. Shundaq, 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erlarning hammasi askar degan buyruqqa Rus ofitserlari tuzitish kirgizib, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlar askar bo'lish kerak dedi. To'ram chechilib qaynab qoldi. Keyingi loyiha o'rinliq, tushundirsak to'ram ko'nidi. Yanla moliya qiyinchilik ig'ir. To'ram dehqonlarga seliq solamiz deydi. Lekin ben hocam, Xurjani seliqdan qutuldirimiz deb bu g'azotga otlandik. Yana Xurjaga seliq solsak, g'azotning nimanisi? Malga, qo'ldagi oltin kumush puli qarab baylardan olayli deydi. Baylarmi ko'p yordam qildi. Gomindan xazinasida hech qancha boylik yo'q o'xshamamdi. Ko'p emaskan, Moliya ministri Anvar Musaboyev Sovet ittifoqidan qarz olishni o'tirg'i qo'ydi. Lekin Sovet ittifoqining holi chaqliq. Elixon To'ram Turkiya bilan aloqalashayli demdi qandoq? Ha, Afg'oniston, Turkiya, arab davlatlari bilan aloqa o'rnatsak deydi. Hozirgi vazifamiz jang qilish, sharqqa, janubga, shimolga tezdan yurish qilish. Askarlar to'limi taqozo. Gomindonga kuch to'plab mudofaa ko'rishga imkon bermaslik kerak edi. Ju Shaoliyan Jianjishidan tezdan askar yo'tkashni talab qilyapti. Moliya qiyinchiligini hal qilishning usulimi so'qish qilish. Men mush ish bilan To'ramning oldiga mangan edim. 30 mingdek odam yeb yetiversa, tog'mi to'shimaydi-ku. Fikringizni ayt to'g'ri. Oltaymi asosan ilinib bo'ldi. Jinshihoda dushman kuchlik mudofaa tayyorlik ko'rmoqda. Şinjanning hamma yerda partizanlar paydo bo'ldi. Ular bizning yetib berishimizni to'rt ko'z bilan kutmoqda. Uning ustiga dunyo vaziyati hozir bizga foydali. Stalin bilan Jiang Jishining ziddiyati hozirmi keskin? Sovet askarlari Berlin bo'sug'isiga yetib keldi. Gitler butun kuch bilan Berlin atrofiga Oder daryosini bo'ylab uchchambirak mudofaa liniyasini yasamoqda. Uning halokati yaqin. Dunyoda o'q ovozi yetganda biz Urumchiga hujum qilsak, butun dunyoning bizga ko'zi tushadi. Vaqt g'animat. Boshqa ishlarni keyinga qoldirib, urush safarbarligiga tutish qilgan yaxshi. Ular ixtiyorsiz holda cho'ng ishlar, reallik, istiqbol va siyosiy kurashlar to'g'risida so'zlashgach, Katibat ishxonasi, Ahmadjon Qosimning ishxonasiga kirib o'ltirishdi. Ahmadjon Isoqbekka vaqtli hukumatning tashkiliy qurilmasi, pat arada e'lon qilinadigan armiya qurilmasi, armiya belgisi, ya'ni bayroq, kakar, harbiy unvonga o'xshash ishlar ustidagi fikrlarini aytdi. Isoqbek uning fikrlarini qo'lladi. Ular fikri maslakdosh bo'lib chiqdi. Oxirida "Anglasam to'y qilyapsiz", dedi Isoqbek Ahmadjonning qo'llarini qisib. "Muborak bo'lsin. Turmushning talabi bilan mushundaq yangiliklar bo'lib turdi ekan. Ona yurtimga cho'nqur yiltiz tortishni qo'ydiman. Uzun yil sargardan bo'ldim. Sizni ham shundaq. Menmi mush yerga yiltiz tortishni qo'ydi afkam. Mening kechirmishlarimdan xabardor ekansiz-da. Ancha-muncha xabardarman. Turmada hammani angladim. Biz yolg'iz maslakdosh emas, muhimi taqdirdosh." Ahmadjon bilan so'zlashgan sari Isoqbekda bu o'zidan 10 necha yosh kichik Sovet askarlaridek gimnastorika o'tib kiyib yuradigan yigitga hurmati ulg'ayishga boshladi. Ahmadjon xushxo'y, qizg'in, belimekang, yiroqni ko'rar yigit bo'lib tuyuldi. Bu xil odamlar o'z suhbatdoshlarini o'ng'ayli yenidan ketolmas qilib qo'yadi. Isoqbekning uning ishxonasidan ketgisi kelmay qoldi. Ishxonasiga birda rus, birda qozoq, birda tatarlar ish bilan kiradi. Ahmadjon qaysi millat kirsa, shu millatning tilida ravon so'zlaydi. Elixon To'ram necha qitim chaqirtib ochiqib ketdi. Ahmadjon tezda qaytib kelib, Isoqbekka qirg'iz tilida chaqchaq qilib, "Erdi el tabadi, erdi el bag'odi" degan qirg'iz xalq maqoli bor, dedi. Vaqtli hukumat tashviqot bo'limining boshlig'i Abdukerim Abbasov xafa holda ularning yeniga kirdi. 24 yoshli chiroyli, o'ttir bo'y yigit G'o'lji partizanlarini tashkillab, G'o'lji shahrini ozod qilish kurashlarida to'hfa yaratib, bu ikki odamning hurmatiga erishgan. Bu yigit yana Jungo kompartiyasining ta'sirini qabul qilgan. Ishki gapining birida Xinjiang institutining mudiri Ming Yiming, ilmiy mudiri Lin Jilularning ismini og'izdan tushirmaydi. Bu odamlar Jungo kommunistik partiyasining a'zolari edi.
kommunizm iddiasi kelgusida ana yurtida Sovet ittifoqidek ezilgan xalqlarning hokimiyatini qurib chiqish uchun kurash qilish nishoni Ahmadjon bilan Ihsoqbekka o'xshash edi. Şinjan institutining 1937-38 yillari tomlariga yo'g'on xat bilan yozilgan ittifoq bo'lish, jiddiy bo'lish, addi-saddi bo'lish, jonliq tetik bo'lish degan shuarni bu yigitning shaxsiy xarakterining yetirishida muhim rol o'ynag'ashqa, bu yigit hozir vaqtliq hukumatda huquq tutayotgan bir qism odamlar bilan, har qaysi partizan atroflarining bir qism boshliqlari bilan chiqisholmayotdi. U o'z holini aytish uchun mushu ikki kishi bilan uchrashishni orzu qilib yuratdi. Mana bugun fursat yetib keldi. U xafa, o'y tushgan holda "Men hol aytadigan odam izlab, sizlar bilan bir soat paranjay deb yuratdim. Izdigan aqllarim bugun o'z oyog'i bilan oldimga keldi", dedi zo'rg'i kulimsirab. Ikkalan tangla uning sarg'aygan miskin chiroyiga qarashdi. Uning soqollari o'sgan, yo'g'on ko'zlaridan azob alomatlari chiqib turardi. Uning azoblari aytmasini ikki aksiga tushunishlik edi. Yaqinda uning so'ygan qizi Yang Fengyi o'zini etib o'lib oldi. Qizning dadasi Yang Chunlin ismli iri savdogarlar uyushmasining boshlig'i bu tuyuqsiz o'limdan savdoyi bo'lib qoldi. G'o'ljida bo'lgan Xitoylarning qirish harakatida Abdukerim Abbasov Yang oilasini o'z uyida mo'kindirib, ularni qirg'indan saqlab qolgan edi. Qiz tuyuqsiz o'lib oldi. Uningdan bir parchali xat qoldi. Xatga: "Men bu inqilob g'alaba qilgandan keyin sizlarning Jungo Kommunistik partiyasi bilan qo'lni-qo'lga tutishib, Osiyo zaminida yana bir qudratli sotsialistik davlat qurib chiqishinglarni texmi umid qilaman" deb yozilgan edi. Abbasov o'ziga yozilgan bu xatni qimmatli xotira qatorida yanada saqlab yurmoqda. Ular Urumchida o'rta maktabda o'qib yurgan chog'larida fikrdosh do'st bo'lishgan. 1943-yili G'o'ljada o'rganish gruppasi qurganda Abbasov Yeran degan taxallus bilan Yang Fengyi bo'lsa, Ayran degan taxallus bilan bir-biriga muhabbat xatlari yozishgan. 1945-yili yanvarda G'o'lja ozod bo'lganda uzun vaqt Qarmuzda yetib qo'pib, so'qish qilib yurgan Abbasov kezik kesiliga yo'liqdi. Yang Fengyi uni o'z uyida saqaygacha baxdi. Bu chaqda ular kelguslik go'zal hayot to'g'risida qancha qitimlab sirdashgan. Bir-biriga sodiq bo'lib, billa qirib, billa olamdan o'tishga va'da qilishgan edi. Muhabbat ularni texmi birlashtirgan bir chaqda qiz nimish qo'yib oldi. Abbasov qizning o'limidan keyin to'lin azoblandi. Hatto va'daga vafo qilib, qiz bilan billa ketmoqchimi bo'ldi. Lekin u o'zini xalq ishiga beg'ishlagan, o'zi uchun yashash uning uchun yot to'yilg'ashqa u unda qilolmadi. "Sizga berilgan jazoga chidamadi balki", dedi Ihsoqbek bu asmlardan keyin birinchi bo'lib so'z qilib. "Biz qattiq turmagan bo'lsak, sizni hammadan elib tashlamoqchi edi." 1944-yili 12-oyning oxirida Eli partizan boshlig'i 16 yoshlik bir Xanzu qizga bosqinchilik qildi. Vaqtli hukumatning ichki ishlar ministri ham tashviqot bo'limining boshlig'i bo'lgan Abbasov bu ishni anglab naq maydonga berib, haliqi ikki bosqinchiga o'lim jazosi e'lon qildi. Shu yerdan Abbasovga qarshi odamlar cho'qon ko'tarib o'tirg'i chiqishdi. Bu ish vaqtli hukumatning oldiga keldi. Hukumat boshliqlari g'azablanib, Abbasovning hamma amalni elib tashlashni o'tirg'i qo'ydi. Ihsoqbek boshliq odamlar qarshi chiqdi. Oxiri talash tartish qilishib, Abbasovning ichki ishlar ministri degan amalni elib tashlab, tashviqot bo'lim boshliqligini saqlab qolishdi. Abbasovga bu ish qattiq zarba bo'lib tuyuldi. U vaqtli hukumat yig'inida milliy masalani aniq bartaraf qilish lozim degan fikrni o'tirg'i qo'ydi. Ihsoqbekmo uning tashabbusiga qo'shildi. Ahmadjonmo avval inson, ondan millat deydigan nazariyasiga asosan Xanzularni qora quyuq qirg'in qilishga qarshi turdi. Hukumat yig'inida Abbasov
Men shundaq bayonot e'lon qilamanki, agar kim bizni ko'rishimizni islom diniga e'tiqod qiladigan millatlarni ozod qilishni maqsad qiladi deydi ekan, men uningga qat'iy qarshi turaman. Balki ishlatgili bo'ladigan barliq vositalarni ishlatib qarshi turaman, dedi. Elixon To'ram uningga oliyib qarab qo'yib, Uyg'urlardan yana bir Niyoz ekin paydo bo'ldi, dedi. Xatolashdilar To'ram, dedi Ekin Bag'o'ja darhol Abbosovni qo'llab. Yo'lliq gap, lavay, kofirlarni yo'qotish bizning maqsadimiz emas-ku. O'rus, Shiba, Qalmoq, Sulullah sizga iymon etmagandi, ha? Oxiri hukumat Xanzulani kalmas qirg'in qilmaslik to'g'risida qaror qabul qila oldi. Abbosov texi aytmagan bu ishlardan Ihsoqbek bilan Ahmadjon to'liq xabardor edi. Uning yana qanday dardi bor ekan? Biz dindarlar hukmronlikni tiklash uchun inqilob qilmadi, dedi Abbosov xafa bo'lib. Davlat bayrog'i, armiya bayrog'iga la ilaha illalloh Muhammadin rasulillahni yozdik. Askarlar namoz o'qiyotdi. Bularmi mayli? Xalqni qo'zg'ash, inqilob qalbisini qo'lga keltirishning ehtiyoji. Lekin Sovet ittifoqiga Jungo Kommunistik partiyasi qarshi masjidlarda tashviqot ko'payib ketyapti. Bu bir xatarli xohish. Buni cheklamay bo'lmaydi. Buning boshchisi mana mush To'ram. Hay, dedi Ahmadjon kulib. Savirchan bo'ling ukam. Eliqi 4 jumla so'zning birinchisi ittifoq bo'lish edi-ku. Bu so'zning toza ishlanadigan yeri kelib qoldi. Sanoati bo'lmagan, qaloq yezigirlik bilan shug'ullanadigan millatlarda diniy hukm hukmron o'rinda turadi. Buni bilasiz. Ruhiy holatni, fikr qilish usulini qaror, buyruq bilan hal qilmoq tez. Mustafa Kamalmo qattiq vositalar bilan bu ishni hal qilolmadi-ku. Savirjon, ig'ir besiq bo'layli. Nihoyat durust, dedi Ihsoqbek kulib. Ahmadjon ukamning hukumat armiya qurilmasi to'g'risida yozib chiqqan programmasini nimishqa hamma odam maqtaydi. Nimishqa siyosiy ixtilofdagi 4 tarafning hammasi bu programmani qo'lladi. Sababi ittifoqlashtirish qani bu programmaning cho'ng tomirlaridan tortib, eng nozik qil tomirlargacha yetib borgan. Gavdalik salmoqliq, gapni ostan aniq qilib so'zlaydigan Ihsoqbek gapini tugitib Abbosovga qaradi. Nayt qayilman Ahmadjon aka, dedi Abbosovni kulib turib. Ahmadjon Qosimiy akaning paydo bo'lishi bir mo'jiza, bizning omadimiz. Men hukumat a'zolari yig'inida Ahmadjon Qosimiy akani muhim rahbarlik o'ringa qo'yishni tavsiya qilmoqchi. Yaxshi o'ylabsiz, ukam. Men-mo shundoq fikrda. To'rammo, Xo'jammo, Rahimjon, Anvar Musoboyevlarmo Ahmadjonga qoyil. Men mana To'ram bilan ko'rishgili kelib edim. Apandim bilan uchrashib, hammadan yalpaydim. Ular eshikni ishidan elib elib qizg'in parangga tushdi. Go'yo qadinas do'stlardek. Go'yo bir uyning balonlaridek. Go'yo uzun yo'lliq safar jafosini billa tortib kelgan safardoshlardek. Yana go'yo turmida billi yetishib, deyishmagan gap qolmagan taqdirdoshlardek. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjangning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, Xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi